qarama-qarshi tomondan hozir Kattaqo'rg'on futbolchilari to'pni jarima maydonchasi tomon yetkazib berdi, lekin 27-raqamdagi 99-raqamda harakat qilayotgan gruziyalik Georgiy Pantsulaya Kattaqo'rg'on maydon egalarining hujumi. Narx to'pni jarima maydonchasi tomon oshirgan bir pallada. Hozir turnir jadvalining 5-pog'onasida borayotgan bo'lsa, Buxtu Buxoro davlat universiteti jamoasi xavfli doirasidan o'rin olgan bitta o'yin Samarqand shahridagi Afrosiyob Arena stadionida bo'lib o'tmoqda. Lekin jamoalar undan foydalana bilishmadi. Kattaqo'rg'on jamoasi uzoqdan zarba. Uchrashuv bosh hakami Nurbek Sheraliyev ruxsat berdi. Uzoqdan zarba. Franses Narx to'p bilan hozir u to'pni sheriklariga oshirib berdi. Biroz xavfli vaziyat. Maydon markazidan hozir navbatdagi hujumni davom ettirishadi. Uzoqdan zarba noaniq. Asqarov chap qanotda bo'sh. Uzoqdan zarba. Bu yerda darvozabon Polvonov to'pni jarima maydonchasi tomon oshirdi. Xavfli vaziyat. Bu yerda ham darvozabon Polvon. Standart vaziyatni birgalikda tomosha qilamiz. Qadrli futbol ishqibozlari, to'p jarima maydonchasi tomon oshirildi. Xavfli vaziyat, zarba. Chempionat o'yinlariga mezbonlik qilgan. Mana bugun ham Pro Liga o'yinlarini qabul qilyapti. Juda xavfli vaziyat.